Do'stlar, bugun O'zbekiston eng boy biznesmenlaridan biri bilan intervyu qilamiz. Bobur Piradas ekanmi yo Paradismi? Piradas. Piradas. Bobur Piradas, O'zbekistonlik milliarder. Nimaga Piradas? Yoshligimda shu o'rtoqlarim qarshi so'rab kelardi. Bermasam Bobur Piradas dedi, shu bilan men Piradas bo'lib ketdik. Boburga tushunishim bo'yicha, oddiy odam emas, siz mashinalaringiz ko'p. Nechta mashinangiz bor o'zi? Endi bir akamizni ko'rsatibsiz, 39 ta mashinam bor debdi. Menda 78 ta bor. Men bu mashinada asosan endi sevishga, non-pon, qurt-qurtlarga chiqib turaman. Qolgan ishlarimni hal qilish uchun o'zimning shaxsiy samolyotim bor. Masalan, Chilonzordan Shotaroshgacha shaxsiy samolyotim bor. Shaxsiy samolyotingiz bor. Mana bu shlyapa Brunello kuchinelimi, Europeanami? Qatdan buni sotib oldingiz? Bu birinchi marta ko'rishim. Nima degan brend, bilmayman. Menga sovg'a qilishdi. Buni ustida quyosh batareykasi joylashgan. Masalan, telefonlarim zaryadlarini o'zim orqali zaryad beraman. Bitta shaharda unaqasi. Bitta shaharda bitta. Bobur Piradas aka. So'kinmanga. Piradas. Tilim kelishmayapti. Piradas aka, qanday qilib siz millioner bo'ldingiz? Ukammisan, akammisan, borib bu savolingni borku, millioner akalaringga berasan, tushundingmi? Nimaga? Men milliarderman. Bobur aka, 1 million dollaringizni qanday ishlagansiz? Kamboja degan davlatni bilasizmi? Eshitganman, investitsiya kiritganmi sotga? Yo'q. Bitta akamiz kim Kamboja davlatining xaritini topib bersa 1 million beraman deganda, o'shanda men topib bergandim. 1 million bergan. So'mda. Elon Musk telefon qilyapsiz. Elon Musk. Jo'ra yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Sen ishlayapsanmi? Ishla, men dam olyapman. Ana Elon Musk aytayapti. Ilon ota mahallada ekan, intervyu qila olmaysanmi? Qilaman, voy nima qilayman? Shu bilan qilma. Vobshe maqtanchoq. Pulni beraman, qilma shu bilan. Yo'q, qila olmas ekan, jo'ra vaqti yo'q ekan buni. Bobur aka, rahmat intervyu uchun. Vaqtingiz cheklangan, lekin nima bu? Suv bilan salat. Reklamaga olmaganmisan men? yo'q, o'zingiz mehmonga chaqirdingiz-ku. Mana sen intervyuga chaqiryapsan. Qancha ko'p? 32 mingmi suv bilan salat? Ha, aka. Skidka qilmaysizlarmi? O'zi 32 ming-ku. Men to'lamayman. O'zing to'la. Yo'q, men to'lamayman. Nimaga to'lamaysan? Sen mantiqiy o'ylab-ku, sen meni intervyuga chaqirsan, 32 ming to'la, meni hozircha pulim yo'q. Bobur aka, mehmon qilaman dedingiz-ku. Qanday men mehmon qilaman? Intervyuni sen aytding-ku qilaylik deb. Men to'lamayman, xafa bo'lmang, men ketdim. Aka, men to'layveraman. Aka, tinchlikmi? Latifjon, men bu o'zi 5 ming maydan chiqmaydimi? Chiqadi, nimaga? Onasining sonasidan puli ekan, chiqib keta olmayapman-da. Alloh aka, muammo yo'q. Kambojada bolalarga aytaman, kartinga tashib oladi. Bo'ldi. To'xtab turing. Lekin haqiqatan ham Piradas bola ekansiz. Ammo boshida aytdim-ku, Piradasman men. Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz, uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant, akalar. menga 4 ta shashlik qo'ying, saboy. Juft halolimga. Meni ham xotinimga 4 ta qo'ying, mazza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingan? Ha. Qo'ying. Mayli. Ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant, aka. 10 ta shashlik qo'ying, padari buzilib ko'rimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying. Ota-onam diyetada. Anaqay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi? Aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant, shampurdagi bor shashlikni qo'ying, 70 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimni olib beraman. 75 ta. Qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'p? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot somsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz.